Haligi biz bir quti olishimiz kerak. Ichida kitoblar bor, deb ikki qo'lini orqasiga birlashtirdi. Xuddi erkatoy yosh qizchadek. Yigit bu go'zal qizni ko'rib kulimsiradi. "Ha, shundaymi? Quti menda, hozir beraman. Mening ismim Muhammad. Sen Ummu Gulsum emasmisan? Xayriyada ham ko'rgandim seni." Ummu Gulsum hatto masjidlarda ham taniqli bo'lganidan xursand bo'ldi. "Ha, bu menman. Qayerdan bilasan?" deb Muhammadning ko'zlariga kulib qaradi. Egilib qutini olmoqchi bo'lganida Muhammad, "To'xta. Biroz og'irroq. Yerdan ko'tarishga yordam beraman", deb qutini olib Ummu Gulsumning qo'llariga tutqazdi va barmoqlarini sekin-sekin Ummu Gulsumning barmoqlariga tekkizdi.